Ummu Salama. Bu ayol haqida nimalarni bilasiz? Uning otasi Mag'zum qabilasining ko'zga ko'ringan oqsoqollaridan, qo'li ochiq, saxovatpesha arablardan biri edi. Hatto uni Zodurokib, ya'ni karvonning ozuqasi deb nomlashardi. Chunki karvonlar uning manzilini ko'zlab yo'lga chiqsalar yoki u bilan birgalikda safar qilsalar, umuman oziq-ovqat haqida bosh qotirishmasdi. Eri Abdulloh ibn Abdul Asad eng avval islomga musharraf bo'lgan 10 nafar sahobaning biri bo'lib, undan oldin faqat Abu Bakr Siddiq va barmoq bilan sanarli odamgina musulmon bo'lishgan edi. Ismi Hind bo'lgan bu ayol Ummu Salama, kunyasi falonchining otasi yoki falonchining onasi deb farzandga nisbatan beriladigan nom bilan taniqli edi. Ummu Salama eri bilan birga musulmon bo'lgan, binobarin islomdagi peshqadamlardan biri edi. Xotinning iymonga kelgani xabari atrofga yoyilishi bilan Quraysh mushriklari quturib ketishdi. Islomni qabul qilish arafasida taraddudlanib turganlarni qo'rqitib qo'yish uchun ularning boshlariga it azobini solishdi. Agar bu kunlar xarsang toshning boshiga tushganida edi, chidolmasdan faryod chekib yuborgan bo'lardi. Ammo ular sabot bilan voh qilmay iymonda mustahkam turishdi. Qurayshliklar musulmonlarni ko'z ochirgani qo'ymay, turli aziyatlarni nihoyatda kuchaytirib yuborganlarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ashablariga Habashistonga hijrat qilishga izn berdilar. Muhojirlar safida Abu Salama va Ummu Salamalar ham bor edi. Ular Makkadagi muhtasham uylarini, ilgarigi obro'-e'tiborini, chuqur ildiz otgan nasibani tark etishdi. Ularning barchasini Allohning roziligi oldida oz sanab, Parvardigorning dargohidan savob umid qilishib, g'urbatga rozi bo'lishdi. Habashiston podshohi Najjoshiy, Alloh jannatda uning yuzini munavvar aylasin, muhojirlarni o'z himoyasiga olib, g'amxo'rlik qilishiga qaramasdan vahiy nozil bo'luvchi manzil Makkaga intilish kuchli edi. Hidoyat manbai Payg'ambar alayhisalomning firog'i Ummu Salama va erining jigar bag'rini ezib yuborgandi. Habashistondagi muhojirlar o'rtasida Makkada iymonga kelganlar soni ko'payib ketdi. Hamza ibn Abdul Muttalib va Umar ibn Hattobning islomga kirishi musulmonlarning quvvatini oshirib, mushriklarning popugini pasaytirib qo'ydi degan xabarlar tarqalganida, bir guruh muhojirlar qatori Ummu Salama va eri kindik qoni to'kilgan vatanlariga qaytishdi. Ammo tezdayoq Habashistonga yetib borgan xabarlar oshirib yuborilgani ayon bo'ldi. Hamza va Umarning islomga daxil bo'lishlari bilan musulmonlarning kuchayishi Qurayshliklar tomonidan yanada shiddatliroq aziyatlar bilan qarshi olingan edi. Mushriklar turli yo'llar bilan musulmonlarga ozor berishar, biron kunni tinch o'tkazgani qo'yishmasdi. Shunda Sarvari olam sallallohu alayhi va sallam ashablariga Madinaga hijrat qilishga izn berdilar. Ummu Salama va eri Qurayshliklar aziyatidan xalos bo'lish va dinlarni asrash niyatida muhojirlar safiga qo'shilishdi. Biroq hijrat ular o'ylaganchalik oson kechmadi, balki achchiq alamlarga to'la bo'lib, Ummu Salamaning qalbiga xanjarday sanchildi. Keling, yaxshisi sharhi holini so'zlab berishi uchun gapni Ummu Salamaning o'ziga beraylik, chunki dard chekkan kishining qissasi ham ta'sirli, ham batafsil bo'ladi. Ummu Salama hikoya qiladi. Erim Abu Salama Madinaga yetib olishimiz uchun bir tuya hozirladi. O'g'lim Salama bilan meni unga o'tkazib, o'zi piyoda tuyaning tizginidan tutib yo'l boshladi. Hali Makkadan chiqib ulgurmasimizdan bizni qavmdoshlarim Banu Mag'zumliklar ko'rib qolishdi. Oldimizni to'sib, Abu Salamaga o'zing ko'chib ketmoqchi bo'lsang, to'rt tomoning qibla, lekin nega bu ayolni yoningga qo'shib olding? U bizning singlimiz, biz esa qarindoshimizni xohlagan ko'yinga solishingga yo'l qo'ymamiz deb uning qo'lidan tizginni tortib olishdi. Qavmdoshlarimning menga qo'shib o'g'limga ham xo'jayinlik qilayotganini ko'rgan erimning qabiladoshlari Banu Abdul Asadliklar qattiq g'azablanishdi. Xudo haqqi, singlingizni birodarimizning qo'lidan tortib olishingiz mumkin, lekin bolani sizga topshirib qo'ymaymiz. U bizning qavmimizdan, demak biz unga ko'proq haqlimiz deyishdi va ulardan biri o'g'limni quchog'imdan shu darajada jahl bilan yulqib oldiki, hatto bola bechoraning qo'li chiqib ketdi. Ular o'g'limni bag'rimdan yulib olishlari bilan go'yo tanamdan jonimni sug'urib olganday bo'lishdi. Biron narsa qilishdan ojiz qolgan erim dini va jonini omon asrash uchun Madinaga ravona bo'ldi. Menga esa qavmdoshlarim Banu Mag'zumliklar ega chiqishdi. Shunday qilib bir lahzada ham erimdan, ham o'g'limdan ajraldim. Shu kundan boshlab har kuni tong sahardan bag'rimni tig' kabi tilib ketgan voqeaning guvohi bo'lgan soylikka tushib, to qosh qorayguncha meni erim va o'g'limdan ayirgan damni yodga olib,
ko'z yosh to'kib o'tirishni odat qildim. Shu zaylda 1 yil chamasi vaqt o'tdi. Bir kuni mening yig'lab o'tirganimni amakimning jamoadoshlaridan biri ko'rib qoldi va rahmi kelib, qavmdoshlarimni insofga chaqirdi. Sho'rlik ayolni o'z holiga qo'yasanlarmi, yo'qmi? Ham eridan ham farzandidan judo qilganlaring kammi deb ularni malomat va dashnomlarga ko'mib tashladi. Oxiri ular erimning oldiga ketishimga ijozat berishdi. Lekin qanday qilib jigarporam o'g'limni Makka da qoldirib, o'zim xotirjam Madinaga keta olardim? Meni hijrat qilsam, go'dak farzandim Makka da qolsa, holi ne kechayotganini bilmasam, qanday qilib qalbim taskin topib, ko'z yoshim qurishi mumkin? Mening o'z yog'imda o'zim qovurilayotganimni ko'rgan ba'zi insofliroq kishilar Banu Abdul Asadliklar bilan gaplashib, o'g'limni o'zimga qaytarib berishlariga ko'ndirildi. Men Madinaga safar qiladigan hamroh chiqishini kutib o'tirishni istamadim. Kutilmagan hodisa ro'y berib, butun rejalarimni barbod qilib yuborishi